Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bizga ba'zi savollar tug'ilib qoladi. Mana shu hayvonlarga narkozni og'riqsizlantirish, ya'ni harakatni cheklash maqsadida qilinadigan narkozni qaysidan foydalanasizlar degan savollar tug'iladi. Mana o'sha holat hozir bitta hayvonimizga ozgina oyoq og'riq bo'lib qolgan, bo'g'imiga ukol qilishimiz kerak, lekin sho'xlik qilganligi uchun harakatdan cheklashimizga majbur bo'lyapmiz. Mana shu Xilanet Vita Farmdagi juda zo'r ta'sir qiladigan narkozlardan, mana shu bilmaganlar uchun ham beziyon, bezarar, hayvonga hech qanaqangi bir shu paytgacha ishlatgan bo'lsak, klinik yomon holatlar kuzatilmagan. Hozir mana shu buqamizga narkozni berib shifolatimizni davom ettiramiz. Chorva ishqibozlari, mana narkozdan keyingi holat, hayvonimiz sekin orom olishga harakat qilyapti. Endi biz bemalol mana bu qo'llarini xohlagan joyimizga to'shni qilib olamiz.